0,3 kilogramm 20% natriy gidroksid eritmasi 2 faraday tok bilan elektroliz qilinganda anodda necha litr gaz ajralib chiqadi? Berilishini olamiz. Natriy gidroksid eritmasi berilgan ekan, ya'ni natriy gidroksid va suv bo'ladi. Eritma bo'lgandan keyin tarkibida va elektroliz qilinyapti. Elektroliz qilinganda natriy gidroksid emas, suv elektroliz bo'ladi. Katodda vodorod, anodda kislorod chiqadi. Aynan shu anodda kislorod chiqqan hajmini topish kerak. Anodda necha litr gaz chiqadi degan, aynan shuni topish kerak, demak. Boshlang'ich eritma, demak, massasi 0,3 kilogramm ekan. Uni grammga aylantirib olamiz, ya'ni 300 gramm bo'ladi. Kilogramdan grammga o'tish uchun mingga ko'paytirish kerak. 0,2 mingga ko'paytirsa 300 bo'ladi. Foiz konsentratsiya 20% ekan, ya'ni erigan modda 20% ekan. Va faraday 2 faraday ekan. Faraday elektroliz kirishayotgan moddaga tegishli. Bu yerda suv elektroliz bo'lyapti, demak shunga tegishli faraday. Faraday orqali molni topa olamiz. Demak, faradayni ekvivalent mahrajga bo'linadi. Faraday bor 2. Ekvivalent mahrajni ham topishimiz kerak. Ekvivalent mahrajni topish uchun valentlik indeksi ko'paytiriladi. Demak, aynan suvni tekshiramiz. Masalan, vodorod orqali hisoblaymiz. Vodorod valentligi 1, indeksi 2. 1 kara 2 2 bo'ladi. Yoki kislorod orqali hisoblaymiz. Valentligi 2, indeksida hech narsa yo'q. 1, ya'ni 2 kara 1 baribir 2. Demak, suvni ekvivalent mahraji 2 ekan. 2 ni 2 bo'lsa 1. 1 mol suv reaksiyaga kirishdi. Koeffitsiyentlarni pastga qo'yamiz. Buni koeffitsiyenti yo'q, demak 1. X topish uchun 1 ni 1 ga ko'paytirib 2 bo'lamiz. Demak, 1 1 ga ko'paytirib 2 bo'lsa, yarim mol bo'lar ekan. Kislorod yarim mol ekan. Hajmini topishimiz kerak. Hajmini topish bo'lmasa, molni molar hajmi ko'paytiriladi. Mol yarim mol. Molar hajm doimo 22 to'rtga teng. Normal sharoitda doimo 22 to'rtga teng. Masalada normal sharoitda berilgan, ya'ni NH deb berilgan. Bu normal sharoit. Demak, 22 to'rtga teng. Yarim 22 to'rtga ko'paytirsak 11,2 litr chiqadi. To'g'ri javob, demak, C variant.